Bularni olib keldim. Aytsam yana xafa bo'lasiz. Nima istayapsiz? Ana. 11,5 diyor. 11,5 dedin nima bor? Necha pul deyapsiz aka buni? Necha pul deyapsiz? 50 million deyapsiz. Bo'g'oz qisir. Bo'g'ozmi? Akani o'zim bo'lmas aka bo'g'oz qisirlagan. Aka necha pul deyapsiz? 50 million. 50 million deyapsiz. Savdosi bo'ldimi aka? 43. Necha oylik bo'g'oz aka bu? 4 oylik bo'g'oz bu. Eski bo'lsa kerak bu. Mana yana tasdim etildi. Aka necha pul deyapsiz buni? 70 deyapti. 70 million. Savdosi bo'ldimi aka? Ha. Bo'g'oz qisir. Bo'g'oz. 70 million savdosi bo'ldi. Aka bunisi necha pul deyapsiz? 70 dan deyapti. Necha oylik bo'g'oz aka? Necha oylik bo'g'oz? Shu 7,5 oylik 45 kun ichiga tug'adi. 45 kun. 7,5 oylik bo'g'oz 45 kun ichiga tug'adi. Katta o'g'il ekan. Aka necha pul aka? 60 million savdosi bo'lyapti. Bolasi ko'kisichami erkak? Mana yana bolasi erkak 70 million aytyapti aka. Savdosi necha pul bo'ldi aka? Savdosi 60 qilyapti. 60 million savdosi bo'lyapti, bermayapti ekan aka. Bolasi Bir oylik sudi qo'yilgan. nechinchi bolasi aka? 3-chi bolasi, 4-chi bolasi sudi qo'yilgan. 3-chi bolasi, 4-chi bolasi suni qo'yilgan. Mana bo'lsa kerak zo'r ekan. Aka necha pul deyapsiz? 50 deyapsiz. 50 million. Bolasi nima aka? Erkak urg'och. Ha? Erkak. Erkak bolasi. 20 ta sutiga garantiya. 20 ta sutiga garantiya. Savdosi necha pul bo'ldi aka? 42,5 bo'ldi. 12,5? 42,5. 42,5 ga berilmadi. Aka necha pul deyapsiz? 32 dedim, 28 million qildi, bermadi. 28 ga bermadingiz, 32 deyapsiz. Bolasi erkak urg'ochi. Bolasi erkak. Suti nechta aka? Ertaga 8 ta beryapti. 8 litr suti bor, yana bersa, umoniga qarab yana sut ko'payishi mumkin. Nechinchi bolasi aka? Birinchisiga.